va tumandagi umumta'lim maktablarida amalga oshirilayotgan ishlar, ya'ni o'sha nogironligi bo'lgan bolalikdan nogironligi bo'lgan bolalarga to'sqinlik yaratib, ularning biznes sinflariga, biznes maktablarga jalb qilish bo'yicha sessiyaga taklif etganmiz. Ya'ni muhtaram Prezidentimizni 2024 yil 13 dekabrda o'tkazilgan ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar natijadorligi va 2025 yil uchun ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishining 60-sonli va 22 bandi va kichik bandida belgilab qo'yilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tumanimizda tegishli ishlar olib borildi. Ya'ni o'sha bizni xalq ta'limi bo'limi tomonidan 14 ta maktabda sinflar tashkil qilinadi deb belgilab berilgan bo'lsa, bugungi kunda biz o'sha muhtaram Prezidentimizni selektorlaridan keyin bizni ijtimoiy himoya O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining ijtimoiy inspeksiyasi respublika darajasida kelib o'rganib ketdik. Mazkur topshiriqlarga muvofiq 2025 yil 1-iyunga qadar inklyuziv ta'lim sinflarini tashkil etish, umumta'lim maktablarni huquq talablari asosida moslashtirish hamda nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun zarur mebel jihozlari, asbob uskunalar va korreksion xonalaridan ta'minlash belgilab berilgan edi. Bundan bugungi kunda Zangiota tumanidagi jami 14 ta maktab, ya'ni 1-chi, 5-chi, 9, 13, 16, 17, 21, 24, 27, 32, 33, 34, 42, 43 sonli maktablar tanlama asosida o'sha respublikaning ijtimoiy inspeksiya tomonidan vakillar tomonidan kelib chiqilganlikda o'rganganimizda to'siqsiz muhit yaratish choralari bo'yicha o'rganishlar olib borilganda o'rganishlar natijasiga muvofiq mazkur maktablarda muassasalar nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun zarur mebel jihozlar bilan ta'minlashga ehtiyoj bor deganlar. Ya'ni o'sha sharoitdan bevosita belgilangan talab darajasida amalga oshirilmaganligi va buni biz tezkorlik bilan 2026-2027 yil o'quv yili uchun maktab boshlanguniga qadar bu ishlarni tezkorlik bilan amalga oshirishni maqsad qildik va shu munosabat bilan mazkur maktablarni muhit sharoitlarini yaratish uchun, ularga zarur jihozlar bilan ta'minlash uchun infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan 314 million so'm mablag'larni ajratishni taklif qildik. Ya'ni bu jarayonlarda o'sha nogironligi bo'lgan bolalarga moslashtirish uchun, misol uchun bugungi kunda maktablarda pandus qurilgan, lekin me'yor talabga javob berilmaydi. Ular santimetr darajasida belgilab qo'yilmagan, moslashtirish darajasi nomiga qo'yilgan misol darajasida. Ikkinchi masalasi hojatxonaga nogironligi bo'lgan bola hojatxonaga borganda qiynaladi o'tirishga. Biz jamiyatda sog'lom bolalar qatori harakatlana olmaydi. Keyingi masalasi, misol uchun biz bitta sinfda o'rtacha 30 ta bola qolsak, unga alohida korreksion xonalar kerakligi belgilandi. Ya'ni o'sha u bilan o'qituvchi individual tartibda ishlash kerak. Shuning uchun individual tartibda korreksion xona moslashtirilgan holatda bo'lishi kerak. O'sha nogironligi bo'lgan bola doskasi ham, o'qituvchining me'yor talablari ham, o'tirish stullari ham va hokazo. Ularni individual tartibda belgilangan bo'lishi kerak. Korreksion xonalarda jami 2-3 ta bola, ya'ni nogironligi bo'lgan bolalar dars mashg'ulotlarini o'tashi kerak. Bugungi kunda biz bilamiz, o'sha nogironligi bo'lgan bolalar jami maktab yoshidagi bolalarimiz 576 ta tashkil qiladi. Shundan 28 tasi maktabga chiqish kerak bo'lgan bola. Biz 28 tani har bittasini manzilga o'rganganimizda bugungi kunda 5 ta bola qamrab olgan. Ya'ni o'sha sharoitlar yaratilmaganligi hisobiga qolganlar uy ta'limida. Biz uy ta'limlariga borib o'rgandik, o'sha mutaxassislarni o'rgandik, boshqa qildik. Yil davomida 1 marta 2 marta bordik. O'qituvchi, lekin doimiy ravishda u oyligini oldi. Bundan o'ylab qaraganimizda, biz bugun muhtaram Prezidentimiz jamiyatga nogironligi bo'lgan shaxslarni integratsiya qildik. Biz jamiyatda biz bilan bir qatorda yashashini, yelka-yelka bo'lishini ularga his qildirdik degan talablarni belgilab berilyapti. Xabaringlar bormi? Konstitutsiyamizga ham belgilab berildi. Biz ijtimoiy davlat deylik. Bu birinchisi emas. Shu munosabat bilan mazkur mablag'larni ajratilishi nogironligi bo'lgan bolalarning sifatli ta'lim olishi uchun qulay va xavfsiz sharoitlarni yaratish va ularning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kengaytirish hamda inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirishga biz xizmat qiladigan bo'lganmiz. Xudo xohlasa biz agar jamoaviy birgalikda hurmatli deputatlarimiz bilan hamkorlikda bu ishlarni tashkil qilsak, nazoratini qilsak, ertaga Xudo xohlasa o'sha nogironligi bo'lgan
bu farzand, bu aslida bizni farzandimiz. Bu bizni farzandimiz degani jamiyatning farzandi. Ertaga o'z o'rnini topib ketsa, mana bugun hozirda yoshlar ishlari bo'linamiz, deputatimiz, sport maktabining rahbari shaxsiy